Real Madrid Barselonani bankrotlikdan qutqargan desam, ishonasizmi? Yo'q, bu hech qanaqa ertak emas. Keling to'liq tushuntirib berishimdan oldin hoziroq like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki shunaqa ajoyib yangiliklar faqatgina bizda. Bu ikkita jamoalarning prezidentlarini menimcha hamma taniydi. Bu Florentino Perez va Joan Laporta. 2021-yilda Barsa juda ham katta moliyaviy muammolarga duch kelganida, shaxsan Perez Ispaniya bankiga qo'ng'iroq qilib, ularning shotiga 125 million yevro o'z pulidan o'tkazishni so'ragan. Lekin nimaga Real o'zidan o'z o'rniga yordam berishni istadi? Chunki pandemiya yakunlanganidan keyin bu ikkita jamoa birgalikda bo'lib, Superliga turnirini yaratmoqchi bo'lishgan edi. Va shuning uchun bir-biriga maydon tashqarisida qo'llaridan kelgancha yordam berishayotgan edi. Lekin 2024-yilda Barsa rasmiy ravishda bu g'oyadan voz kechganida, ular yana bir bor ashaddiy dushman bo'lib qolishdi. Siz esa bu videoni kimga yuborishni albatta bilasiz. Ko'proq shunaqa yangiliklar bizni Telegram kanalimizda chiqadi.